Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Saxovat Karvoni obunachilari, sog' omon bo'lsizlar. Sizlar bilan yana görüşüp turganimdan xursandman, hurmatli obunachilar. Sizlar bu videorolik chiqarishdan maqsadim o'zimni kasbimni o'rgatmoqman, hurmatli obunachilar. Qolaversa, shu yerda o'zimni kasbimga bog'liqli bir ikki so'zlarni sizlar bilan tushuntirib o'tmoqman sizlarga. Hurmatli obunachilar, buni bunu çıkarışımdan maksadım, hurmatli obunachilar, erteng masalan spiral uzoq vaqt ortilmasa, nechik ahvolga tushib qoladi. Nechik nelar bo'lishi mumkin, buni ortilavermasa, nog'lar kelib chiqaradi. Shularni batafsil sizlarga tushuntirib o'tmoqman, hurmatli obunachilar. Shuni birgalikda hozir görsengizlar bu rolikni o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada qoldirib o'tasizlar, hurmatli obunachilar. Şunu bir sizlere bir görgezeyim deyen maksatda video syomka qilyapman, hurmatli obunachilar. Esa inşu mesela yine qaranglar, hurmatli obunachilar. İnşuni hozir açtım. Yine bu do'ashni ko'rib turibsizlar, yine hurmatli obunachilar. Yine shuncha do'ash arasında inşu spiral qolib ketgan, hurmatli obunachilar. Bu gap degani inşu spiral shu do'ash ichida qoladigan bo'lsa, hurmatli obunachilar, bu spirali bilsengizler bu to'qda ishlaydi bu. Yine bu vəz yo'q bo'lib ishlaydigan vəz bu do'ash arasında qolsa, qiyiq bo'lsa yo'q bo'lib ishlab turadi bu, hurmatli obunachilar. Buni degan gap, sovuq suv girsa, inshi do'ash yo'q bo'lib turgandan keyin bunga sovuq suv girsa bu vəz çatlaydi, sinib ketadi. Birdan sovuq suv girsa, aslında keyin yine bu spiralning yorilishini kelib chiqaradi, hurmatli obunachilar. Ana shu gaplarga e'tiborsiz bo'lmang. Ertang Xudo saqlagan bir hech gap qilib bo'lmag'ay. Eğer bu yorilib gitse, inşonunda su girse, bu aristonun içindeki suva 220 volt toku doğurup ötüredi, hurmatli obunachilar. İnşi gap yoddan çıkarmaylık. Müracaat qilsangizlar, shu meni kasbimni doğruqli işe müracaat qilsangizlar, o'zim borib jetib beraman, hurmatli obunachilar. Yaqin atrofdagi Biyani Hazarız, Biyani Durjbadon xizmat qilaman, hurmatli obunachilar. Bemalol telefon qilaverasizlar, shu kasbimga doğruqli ish bo'lsa. Xudo xolasa sizlere tushuntirib bildim deb umid qilaman, hurmatli obunachilar. Chunki bu endi spiral gap yaxshi, to'g'rimi, hurmatli obunachilar? Yana bir narsa yo'zib o'tayim sizlarga. Endi Aristo'ning o'zi agar bu duz insh holatda ortilmin duraversa, bu Aristo'ning bu sanlik joylashadigan yeri bo'ladi buni yine, hurmatli obunachilar. Inshida yine mana inshirina sanlik joylashadigan yeri, hurmatli obunachilar. Inshini ishori surchalidan buni e'tibor qilsanizlar, surchali, hurmatli obunachilar. Surcha gitse, hurmatli obunachilar, Ariston mo'mdan chiqadi, hurmatli obunachilar. Inshi spiral duradigan yeri, og'zi ketadi. Undan gap toza Ariston olishga to'g'ri keladi. Shuni eldini olish uchun buni yilda bir marta, hurmatli obunachilar, ochishga to'g'ri keladi. Bu gapni yoddan chiqarmanglar. Kim kasiydan bo'lishidan qat'iy nazar, hurmatli obunachilar, buni kim zetib berishidan qat'iy nazar, albatta buni ish o'rniga e'tibor bilan yozdirish kerak. Hem yine bu rezi valla yine bir de rezi onlar var, bir de bizning botları var. Buni noto'g'ri qilsangiz ham ishidagi sanlik joylashib turgan yerindagi surchani uchirib berishi mumkin, hurmatli obunachilar. Surcha uchdi degan gap, bir de suv kiradi bu demire. Abi demir bilan suvun ajratib turgan narsa ishidagi surcha. Endi ko'p insonlara surchani kestirib olin, tovari deyman buni, ish og'zi. Shuning uchun ham sarnik bir de silliqqa joylashadi, rezin sarnik. Shuni to'g'ri tushunish kerak. Ishi ortib tursangizda sizlarga qimmata tushmaydi. Tez ortib tursangizda ham radnoy spirali o'zi yaxshi, almashtirgandan menning qarasa. Radnoy spiralni agar tez suvning sho'r bo'lsa, ortib tursangizda, bundan gap sizlarga spirali toza spiral qo'yish shart emas. O'zining spirali kerak bo'lsa 10 yil 7-8 yil ishlab berib biladi, hurmatli obunachilar. Luboy Aristo'ning spirali. Yakka Ariston emas, bu endi yaxshi qilayotgan Aristo'ning eng sifatli Aristolardan birisi ekan, bu qimmatbaho Aristolardan ekan. Shuni bir sizlar bilan bir sizlarga ochishimdan maqsadim shunchaki Xudo saqlag'ay bir baxtsiz hodisalarni eldini olish uchun iloji bo'lsa, shu yerlarga e'tibor qilib qo'ysak yomon bo'lmaydi o'zimiz uchun, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar esa o'z fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirasizlar. Agar shuning meni kasbimga bog'liqli xizmatlar bo'lsa, bemalol chiqib murojaat qilaverasizlar. Sog' omon bo'lg'aysizlar.